Shaxsiy qo'riqchingiz bormi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mening birgina tansoqchim bor. Uning ko'zlari yo'q, ammo u ko'radi. Uning quloqlari yo'q, ammo u eshitadi. U baridan xabardor. Biror nima yaratmoqchi bo'lsa, shunchaki bo'l deydi va u paydo bo'ladi. Lekin buyrug'i biz eshitadigan ovozli til yordamida talaffuz qilinadigan so'z bo'lib yangramaydi. U hayollardagi sirlarni-da eshituvchidir. U Alloh, Xudo. U mening tansoqchim. U sizning tansoqchingiz. U ulug'dir, buyukdir. Tinimsiz u yon bu yonga alanglash, asabiylashish, nigohlar bilan kimlarnidir qidirish, tansoqchi yollash, xuddi atrofdagilarga qarab men sizlarga ishonmayman deyish kabidir. Yo'q. Alloh mening qo'riqchim. Shaxsiy qo'riqchingiz bormi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mening birgina tansoqchim bor. Uning ko'zlari yo'q, ammo u ko'radi. Uning quloqlari yo'q, ammo u eshitadi. U baridan xabardor. Biror nima yaratmoqchi bo'lsa, shunchaki bo'l deydi va u paydo bo'ladi. Lekin buyrug'i biz eshitadigan ovozli til yordamida talaffuz qilinadigan so'z bo'lib yangramaydi. U hayollardagi sirlarni-da eshituvchidir. U Alloh, Xudo. U mening tansoqchim. U sizning tansoqchingiz. U ulug'dir, buyukdir. Tinimsiz u yon bu yonga alanglash, asabiylashish, nigohlar bilan kimlarnidir qidirish, tansoqchi yollash, xuddi atrofdagilarga qarab men sizlarga ishonmayman deyish kabidir. Yo'q. Alloh mening qo'riqchim.